Qarindoshlar, Pinduoduo'dan original Huawei do'konidan shunaqangi kattakon planshet zakaz qildim. Keling, buni birgalikda raspakovka qilamiz. Birinchi торговый centrdagi narxini ko'rdim. Menga uncha yoqmadi торговый centrdagi narxi, chunki qimmat ekan торговый centrda. Pinduoduo'da arzon ekan. O'sha uchun Pinduoduo'dan zakaz qilib olgandim. Keldi mana va nihoyat original Huawei planshet. Buni upakovkasini voy. Bashi zo'ru. Original Huawei plansheti. Ancha-muncha katta planshet va ancha-muncha ishonarli planshet desam ham bo'ladi. Mana bundoq qilib ochamiz. Mana. Atada. Ustlari mana bunaqa svetga aks etmaydigan, ko'zni og'ritmaydigan va qizib ketmaydigan versiyasi. Xuddi iPhone'ga o'xshab bunaqa klaviatura ulaydigan joyi. Keling, buni birgalikda yoqib ko'ramiz. Planshet to'laqonli ishga tushdi qarindoshlar. Bu juda qulay planshet, juda ham tez ishlaydigan planshet. Mana bunaqasiga ham ishlatsa bo'ladi. Aynan mana shu originalini, hech narsa bo'lmagan mana originali keldi. Maket emas. Ko'pincha Pinduoduo'dan narsa zakaz qilsam, ayniqsa mana shu qimmat narsalarni zakaz qiladigan bo'lsam, maketi keladi, bunaqasi keladi, bunaqasi keladi deyshadi. 100% original. O'zim ko'zingizlar oldingizda raspakovka qildim. Men buni Pinduoduo'dan nech pulga olganimni bilmoqchi bo'lsanglar, Pinduoduo marketplace'dan qanday qilib zakaz qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi qarindoshlar. Hattoki Xitoyda торговый centrdagi narxdan arzonga oldi. Zaryadchiklari, simlari, mana o'zini zaryadga qo'yilgan zaryadchiklari, mana komplektning ichida o'zini mana shunaqangi zaryadga qo'yiladigan kallasini ham qo'shib bergan qarindoshlar. Xullas, siz ham shu va shunga o'xshagan original mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qarindosh sizga Xitoydan original mahsulotlarni qanday qilib qo'rqmasdan zakaz qilishni o'rgatib qo'yadi. Albatta, qanday qilib o'rganamiz deydigan bo'lsangiz, qarindoshingiz aynan siz uchun Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tayyorlab qo'yganman. Aynan mana shu 2 kunlik bepul darslikni olish uchun hozirroq kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Men esa sizga 2 kunlik bepul darsligim bo'lib o'tadigan yopiq Telegram kanalimni linkini jo'nataman.